Hijriy 1288-yil Qo'qon. Men Mirzo Anvar hikoyasini marhum otamdan eshitgan edim. Ul vaqtlarda bizning hovlimiz Toshkentning mashhur Eskijuva mahallasida bo'lib, Mirzo Anvar otamga qo'shni bo'lgan ekan. Qo'qondan bir mirzo ko'chib kelib, falonchining hovlisini ijaraga olgan emish degan gap chiqib qoldi, deb hikoya qilar edi otam. Mahalla ahlidan bir nechamiz Mirzo bilan tanish bo'lib oldik. Keyinroq Mirzoni ulfatchiligimizga ham olib kela boshladik. Va shunda Mirzoning o'z og'zidan Xudoyorxon bilan kechgan mojarosini eshitdik. Taajjublandik va minbad Mirzoga ixlosimiz ortdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom botam, barakalloh. Ay, assalomu alaykum. Bardan baqot, assalomu alaykum. Qulluq. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Ha. Xotirim faromiz qilmasa Nusratbekning o'g'illari bo'ladilar, ha? Shundoq taqsir. Ha. Men darhol fahmladim-da. Ilohim ko'z tegmasin. Dadangiz salomatmilar? Shukr. Hay, mendan salom ayting. Maxdum pochcham duo qildilar deng, xo'pmi? Xo'p bo'ladi taqsir. Ha, barakalloh. Ha. O'qishlaringiz qalay, durustmi? Bir navi. Ha. Ilmi kofiya o'qiganingiz bormi? Yo'q. Forsiy nahv sarf? Yo'q. Ha. Hay. Sizda ayb yo'q, o'g'lim. Ustozingiz o'zi shundayroq odamda. Ha, bizning maktablarga ham kelib yuring. Men sizni o'zimga juda do'st tutaman-da. Xo'p bo'ladi taqsir. Ha, barakalloh. Habba. Tabiiy, bu bolaning shu kundan boshlab o'z domlasidan ko'ngli soviydi. Va u tez kunda Maxdumning maktabiga kelib kiradi. Assalomu alaykum. Taqsir. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hay. Qalay, xullas sog' salomat, yaxshimisiz? Hovli joylar, sog'liklar. Rahmat. Allohga shukr. Shu Haytovur o'g'limizning tahsilidan ko'nglimiz to'lmay turibdi-da, taqsir. Habba. Domlalari Mullo Fayzullohmi? Xuddi shunday. Ko'p bolalarning umrlarini zoyi qilyapti deb eshitaman. Shogirdlardan bir 3-4 tasi shikoyat qilib kelishgandi menga. Qandoq qilay? Endi o'zimni shogirdlarim yetib ortsalar ham umrlari zoyi bo'lmasin dedim. Xayr. Bizning maktabga yuborsinlar. Bajonidil xizmatda bo'lamiz. Juda ajoyib ish bo'lardi-da. Juda minnatdor bo'lardik. Tabarakalloh. Xo'p, salomat bo'ling, mayli. Xo'p, salomat bo'lsin. Xo'p. Maxdum mumkin qadar bolalarni o'z maktabiga jalb qilishga tirishar. Ayniqsa boy va bek bolalarni o'z qo'liga olish uchun har bir chorani ko'rardi. Nigor. Ha. Balli Ra'no, balli. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ana jinnilik. Atlas ko'ylak senga xayf. Bo'zdan boshqasi senga xayf. Qo'lingni yuv, uyatamasmi? Ukalaringni bola desam, sen ulardan ham oshibsa sen. Ishing bo'lmasa, kitob o'qi, husn xat ol. Sen kulolni qizi emassanki. Ra'noning aqli tushsin. Bu go'shtni ko'proq olibsizmi? Anvar buyurganmidi? Yo'q. Bir mantiq qilaylik dedim. Manti yemaganimizga ham ancha bo'ldi, vallohu a'lam. Tavba.
Sen bundan keyin kichkina bo'lmaysan, qizim Ra'no. Shu ukalaring bilan qilib o'tirgan ishingni kishi ko'rsa nima deydi? Inshaalloh uy egasi bo'lishga yaqinlashib qolding. Endi tosh tarozini ham shunga qarab qo'ymog'ing kerak, qizim. Ra'noni egasiga topshirmaguningizcha quyilmay turganga o'xshaydir. Tur, yotma Ra'no. Onangga go'shtni to'g'rab ber. Piyozni arch. Anvar akang ham kelib qolsa kerak. Taom asrga tayyor bo'lsin. Er u xotin orasida o'tgan ikki kalima so'z shu oila gulshanida o'sgan Ra'noning istiqbolini ochiq belgilar edi. Dadasining so'nggi jumlasi esa Ra'noga yana ochiq, yana ravshan ta'minot berar edi. Ism bilan jism aksar bir-birisiga muvofiq tushmaydir. Ammo Ra'noning ismi jismiga juda muvofiq tushgan edi. Men rassom emasman. Agar menda shu san'at bo'lganida edi, so'z bilan bilchirab o'tirmas. Shu o'rinda sizga Ra'noning rasmini tortib ko'rsatar qo'yar. Faqat menga Ra'no gulining suvigina ko'proq kerak bo'lar edi. Bundan taxminan 10 yillar muqaddam Solih Maxtumning hovlisiga paranji yopagan bir juvon ko'zda yosh bilan kirib keldi. U Maxtumning onasi Mohlar oyim va Nigor xonimga yig'lab hasrat qildi. Bu ayol Anvarning opasi Nodira edi. Keling kızım, keling. Qani o'tiring. Qani, ilohim. Tinchlik, omonlik qilsin. Ha, qizim, tinchlikmi? Nima bo'ldi, qizim? Inim sho'rlik 6 yoshida yetim qolgan edi. Shu kunga qadar tarbiyamda edi. Umid bilan Maxtum po'chamning maktabiga bergan edim. Erim ukangni biror kishiga shogird qilib berib yubor deb qo'ymayapti. Bir ho'plam choy iching. Yig'lamang qizim, yig'lamang. Choydan ho'pla qizim. Ulug' dargohlaringizga shu yetimning umri zoyi bo'lmasmikin? O'qishi juvonmay bo'lmasmikin deb keldim. Bir parcha nonlaringizni yemay yetim boshini silasalaringiz deb keldim. Yig'lamang qizim, yig'lamang. Yig'lamang. Yo'qlik kirib ketsin, yo'qlik. Pochchasi kambag'al bo'lsa, unda nima ayb? Hamma gap taqdir azalda, taqdir azalda. Nigora, qani, maktabxonaga borib, bolani chaqirtirib kelchi. Yig'lamang qizim, yig'lamang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, bu yoqqa kelchi bola. O'rgilay sendan. Bu domlasi maqtagan, o'zimda zehnli bolam-ku. Voy, o'rgilay sendan. O'rgilay sendan. Xo'p qizim, xo'p.
Xo'jasi boqmasa boqmasin. Men o'zim boqib katta qilaman. O'zim o'qitib katta mulla qilaman. Bo'lmasa, shu bugundan boshlab bola siz bilan ketmaydi. Shu yerda qoladi. Meni o'zimi yonimda, o'z o'g'lim bo'lib yonimda yotadi. Oting nima edi katta bola? Anvar. Voy, otingdan o'rgilay. Oting ham o'zingga o'xshagan chiroyli, shirin ekan. Nodonda qizni taniysanmi? Ra'noxon. O'rgilay. Ke qizim. Ra'no qizimdan aylanay. O'rgilay. Ra'noxon, akangga salom qil. Ko'rish Anvar. Barakalla. Agar o'lmay yursam, shu do'ndiq qizimni berib, Anvarni o'zimga kuyov qilaman. Rahmat. Iloyim bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Barakalla qizim. Xafa bo'lmang qizim. Hammasi o'rniga tushadi. Baraka toping bolam. Rahmat sizlarga. Kambag'allik qursin. Bolalarımga insof tavfiq ato qil. O'zim iymonimni basalomat saqla Parvardigor ekan. Alloh o'zingdan aylasin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajon. Yatimning tomog'i-ku yengil. Kiyimi og'irroq. Kiyimini opasining ustiga qo'ymabsiz-da. Kiyimi bir gap bo'lar bolam. Kishilar masjid, madrasa solganda, axir biz bir yetim bolani boshini silasak, arzimaydimi bolam? Agar senga og'irlik qilayotgan bo'lsa, o'z bisotimdan kiyintirarman bolam. Baxayr. Baxayr. Hop, onajon. Hop. Sin, shin, sod, zot, itqa, izg'i, ayn, g'ayn, fe, qof, kof, lom, mim, nun, lom alif, yo. Barakalla. Barakalla qizim, barakalla. Baxting ochilsin bolam. Barakalla. Barakalla. Endi chi bolam?
qunt bilan o'qisanglar hamma harflarni puxta o'rganib olasizlar bo'ptim bolam. Martdan boshidan o'qiysizlar. Bir-biringlarni hali jendek noto'g'ri ketgan joylar bo'lsa, darhol bir-biringlarni o'nglanglar. Bo'ptim bolam. Iloyim baxtli bo'linglar. Aynan sizlardan o'rgilib ketay, baxtinglar ochilsin. Katta bola bo'linglar. Katta yigit bo'lgan bola. Barakalla. Hay! Hay! Bir oy o'tmasdan yana kir yuvishmi? Ay! Kiyimlarni tog'orada chiritasan, sen ablah. Axir bolalar ustuvoshiga qarab bo'lmaydi. Odam uyatdan o'lib bo'ldi-ku. Uyatni kafanga doqil. Asli erni qaro yer qiladigan xotin sen ekansan. Yig'ishtir. Ovqatingga qara. Yog' oxirlagan. Oxirlagan? Voy sen badbaxtga ayta chakagim tushdi. Oshqovoq somsaga yog'ni kam sol, qovoqni ta'mi buziladi deb. Yo'q, baribir o'z bilganingdan qolmaysan sen abloq. Koştular. Selamet boleyler. Ölmesem yere kayıp ölerler. Görüşerdik. Selamet boleyler. Örgülesilerden. Köylüyü çöktürme bolam. Anvar yigit, şu cacı kızını köresem mi? Albatta senga Ra'noni berdiraman bolam. Nigar. Mabodo kuyovlik uchun Anvardan yaxshi yigitni topolmaysan bolam. Ra'noga Xudoyim umr berib bo'yi yetsa, albatta Anvarga bertirgin bolam. Hayır bolam. Hayır bolam. Hayır qo'shnilar. Allohga omonat. Oyim, o'lmasam qaytib kelarman. Yana ko'risharmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bana tinch bo'ling, salomat bo'ling.
dunyoda o'z o'g'lining xasisligiga chidolmagan ona bo'ladimi? Holbuki Maxtumning onasi Mohlaroyim o'g'lining bu qadar ihna va siqiqligiga toqat qilolmay, norozilik yuzasidan Marg'ilondagi o'g'lining yoniga ko'chib ketib, o'sha yerda vafot etdi. Biroq ketar chog'ida ham Anvarni unutmadi. Endi o'tgan darsimizni yana bir takror qilamiz. Ya'ni iymonning kalimalari sanalmish kalimai tayyiba bilan kalimai shahodatni yana bir takror qilamiz. Xo'pmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Endi kalima-i shahodat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Barakalloh. Rustamjon o'g'lim. Labba ustoz. Qani menga kalima tayyibani o'zingizdan bir takror qilib beringchi. Xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Barakalloh. O'tiring o'g'lim. Endi harflarni, ismlarni o'tamiz bugungi darsda, xo'pmi? Alif, bo, to, so, jim, ho, dol, zol, ro, zo, sin, shin, sod, zot, ta, za, ayn, g'ayn, fa, qof, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, lam alif, ya. Barakalloh. Yana qoqib bering. Mana. Anvarniki yana qoqib bering. Mana, yana.
o'zingni tut bolam. Assalomu alaykum. Uzr, ustoz, uzr. Ra'no! Nigor, Assalomu alaykum. Anvar balog'atga yetayozdi. Sen bilan Ra'noga shar'an nomahram. Undan qochishlaring lozim. Hay. Anvarga og'ir tuyulmasmikan? Har holda Mohlar oyimning aytgan so'zlari bor edi. Ahamiyatsiz bema'ni gap. Tanangga o'ylab qara. Axir Anvar kim? Istiqboli qorong'u bir yatim. Nasim bilan Anvar juda yaqin do'st. Bir-birini anglaguvchi sirdosh o'rtoq edilar. Garchi Nasimning otasi Qo'qonninggina emas, butun xonliqning tanilgan kishilaridan va bu ikki bolaning sinfiy ayrimliklari yer bilan ko'kchi. Lekin yosh do'stlar buning farqiga yetmaslar. Nasim Xon Mirzaboshining o'g'liman deb havolanmaganidek, Anvar ham Salim bo'yoqchining yetimi, Solih Maxtumning asrandasiman deb andisha qilmas edi. Baxtga qarshi bu do'stlik aloqasi uzoq davom eta olmadi. Bir kun oradagi do'stlik rishtasini o'lim yag'mogari kelib uzdi. Nasim 15 yoshlar chamasida chechak kasal bilan og'ridi va vafot qildi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Tilavati Qur'on Alloh o'zingga bag'ishta qildik. On Hazrat Payg'ambari Xudoga bag'ishta qildik. Amin. Nasimbekka bag'ishta qildik. Alloh rahmat qilib joylari jannatda bo'lsin. Allahumma maghfirli val validayya val ustaziyya val jami'il mu'minina mu'minat والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Nasimim kit olamdin. Meni qayg'u aro tashlab, ko'zimdan oqsoqun hech bir ajab yo'q. Chunki qon yo'lar. Jahonda yerda tanho minnatimga hamnishin dildor Arablikning diyorida adashgan notavon yo'llar.
Amin. Do'stingizdan ajrab qoldik. Xo'sh, o'g'lim. O'qishlaringiz qalay? Shukr. Domlangizni salomatliklari yaxshimi? Shukr. O'g'lim, bilishimcha siz domlani uyida turasiz, shundaymi? Taqsir. U yerda siqilmaysizmi? Yo'q, taqsir. Bu ilmi hisobdan saboq olganmisiz? Yo'q. Domlangizni ilmi hisobdan saboqlar bormi? Bilmaslar deb o'ylayman. Shundaymi? Xo'sh, men bir domla tayin etsam, ilmi hisobdan saboq olurmisiz? Ustozim ruxsat bersalar, albatta o'qiyman. Juda soz o'g'lim. Bo'lmasa, ertaga kechroq kelib domlangiz menga bir uchrashsinlar. Yo'q, taqsir. Barakalloh. Alloh sabr bersin. Allohning irodasi. Domla, shogirdingiz Anvarni o'rda xizmatiga olmoq dedi dedik. Habba. Buning uchun shogirdingiz ilmi arabiy, ilmi forsiydan chuqurroq ma'lumot olmoq lozimdir. Bilishimcha, ilmi hisobdan hali o'rganmagan ko'rinur. Taqsir. G'arib bir yetimning boshini silasangiz, davlat va martabangiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Illa shogirdimizning istedodini maqtasa maqtagulik. Faqir bu bolani odam qilguncha ozmuncha mashaqqat chekmadim. Inshaalloh Farsi va arabiydan ehtimomi tom bilan dars berib kelaman. Faqat faqir ilmi hisobdan bahrasizman. Demak, ilmi hisob olmoqlik uchun shogirdingizga bir domla tayin etsak, sizni monelingiz yo'q. Hay, zinhor taqsir, zinhor. Yetim parvarligingizdan g'oyat mutaassir bo'ldim. Taqsir. Qani, iloho, joylar jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Shukr deb taqsir. Shu kundan boshlab Anvarning hayotida yangi sahifa ochiladir. U bir yil ichida hisobni o'rgandi. Shu ko'klamdan e'tiboran har kun o'rdaga borib, Muhammad Rajab munshiy qo'l ostida tajriba qila boshladi. 2-yildan boshlab 7 tillo mahona bilan maoshliq mirzolar qatoriga o'tdi.
همیشه هفته کنم bu muhabbet intihasıdır beni hem etmezsen mecnun divan Revna'nın sevda